Hop. Assalomu alaykum barchaga. Mani doimiy kuzatib yuradigan va qo'qqisdan kuzatib kirib qolganlar uchun man kanalimda asosan HR yo'nalishini yoritib boraman va bugun sizlar bilan mana shu aynan dars HR management haqida bo'ladi. Chunki ko'pchilik shu sohaga noldan qiziqib kirmoqchi bo'lgan, ko'pchilik esa eshitgan, lekin aynan bu kasb haqida batafsil ma'lumotlarga ega emas. Biz shu haqida gaplashamiz va bu kasbga kirib faoliyat yuritib qay darajagacha karyerasini olib borish mumkin, yuksaltirish mumkin, shu mavzularni qisqacha yoritib o'tamiz sizlar bilan. Hop, hozir men ekran share qilaman prezentatsiyamni. Tayyor bo'lsanglar boshladik. Ko'pchilik mendan so'raydi, o'zi bu nima degani, tarjimasi nima, qayerdan kelib chiqqan bu kasb? Shular haqida so'raydi. Afsuski, o'zbek tilida ma'lumotlar ancha cheklangan va o'quv dasturlar, kurslar ham ayniqsa ishonchlilari judayam kam bu kasbni noldan o'rgatish bo'yicha. Shu sababli biz o'zimizga missiya qilib olganmiz. Amaldagi HRlarga emas, balki shu sohaga noldan kirmoqchi bo'lganlarga ham shu kasbni ochib berish bo'yicha. Hop, HR sohasida karyera, inson kapitali bu biznesning eng kuchli va qayta tiklanuvchi resursi hisoblanadi. A, Darsni boshlashdan oldin o'zim haqimda qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Albatta, bu yoqda yengillar bo'lishi mumkin, mani umuman tanimaydiganlar bo'lishi mumkin albatta. Darsni iloji boricha imkon qadar ham professional, ham oddiy tilda, xalqona tilda tushuntirishga harakat qilaman. Sababi bu yoqda noldan hali umuman professionalizmni boshlamagan insonlar ham, mutaxassislar ham mavjud. Asosan bizani qadriyatlarimiz ham samimiylik va xalqchillikka tayangan. Man Madina Farhadovna shu kasbda, HR menejmentda qariyb 5 yildan buyon faoliyat yuritib kelaman. Ishlagan loyihalarim oxirgi 2 yil mobaynida aynan boshqaruv yo'nalishida ishlab kelaman HR sohasida. Bu Buyuk Zamon kompaniyasida HR direktor, undan tashqari PDP ekosistemasida, hozirgi kunda Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar universitetida HR menejer lavozimida faoliyat yuritib kelaman. Undan tashqari bizda offline akademiyamiz bor. Zamin akademiyasi deb nomlanadi. U yoqda ham asosiy HR management bo'yicha va rekruting bo'yicha dars beruvchi mentor hisoblanaman. Mentor degani bu o'qituvchi deganim, umumiy tilda aytganda. Mani kuzatayotganlar ko'pchiligi umuman nima deydi, bazaviy naviklarga ham ega emas va juda ham ko'p terminlarni tushunishmaydi. Shuning uchun kimlargadir juda ham yengillik qilsa, ну, okey deb o'tib ketishga harakat qilinglar, chunki ko'pchilik mana shu terminlarni ham unchalik yaxshi mohiyatini tushunmaydi. Ayniqsa ingliz tilidagi terminlarni tushunmaydi. Shu sababli oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Undan tashqari, transformatsiya liderlik dasturi 4-potogi bitiruvchisiman. Kuchli va sodiq jamoa tuzish bo'yicha kurslarni bitirganman. Yurist va kadr sertifikatim bor va hozirgi kunda Albina test bor va undan tashqari ham ko'p loyihalarda qo'shimcha proyekt sifatida olib boraman. Xo'p, HR sohasi bu nima degani? O'zi HR so'zi, mana shu yerdagi HR so'zi Human Resources so'zidan olingan ingliz tilida va bu inson resurslari degan ma'noni anglatadi. Xo'p, bizga kirib kelganiga deyarli 15 yil bo'lyapti O'zbekistonga, lekin aslida bu ancha yillar oldin shakllangan dunyo bo'yicha kasb hisoblanadi. Ya'ni bu biznesdagi mohiyati inson resurslari orqali natija beruvchi mutaxassis yoki inson resurslari orqali natija beruvchi yo'nalish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bilasiz, kompaniyani biznes egasi yoki CEO boshqarsa, finansist esa pul bilan bo'lgan muammolarni hal qilsa, aynan inson resurslari bo'yicha xodimlar boshqaruvida asosiy rollardan birini HR boshqaradi.
Ya'ni shu so'zdan olingan. Human resource, human resources bu shunchaki kadrlar bo'limi emas, balki kompaniyaning inson kapitalini boshqaruvchi strategik funksiyadir. Bizda 10-15 yil oldin отдел kadr degan bir termin bo'lardi, shunaqa lavozim bo'lardi. Hozirgacha bor. Ya'ni начальник отдел кадров, inspektor по кадрам. Xullas bu tepadan kelayotgan buyruqlarni bajaruvchi, KDP bo'yicha ishlovchi, rasmiylashtiruvchi, delo производства bilan shug'ullanuvchi, priyom, увольнение, майmehnat.uz kabi amaliyotlarni, funksiyalarni bajaruvchi mutaxassis hisoblangan. Hozirgi kunda esa, mana eski tushuncha отдел kadr bo'lsa, hozirgi kunda bu juda katta tarmoqli management, ya'ni HR management kirib keldi va buni bittagina kichkina tarmog'i, bittagina yo'nalishigina отдел kadr, ya'ni HR administratsiyasi yo'nalishi ga aylanib qolgan. Bu kichkinagina tarmoqcha. Xuddiki buni bir nima desamikin, shifokorlik, shifoxona tizimida oladigan bo'lsak, shifoxonani HR management deb oladigan bo'lsak, aynan misol uchun ginekolog yoki stomatolog, ya'ni kim xirurg, har xil tarmoqlar borku, xuddi o'sha tarmoqlardan bittasigina отдел kadrlik yo'nalishi deyiladi va umumiy nomlanishi inson menejmenti markazi, ya'ni Human Resources Management, inson resurslari departamenti deb nomlanadi. Hop, bugungi kunda O'zbekistonda rivojlanayotgan HR turlari 15 ta. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Bular, birinchisi, hozirgina aytib o'tganimiz kadr ishi yuritilishi, xodimlarni hujjatlashtirish yo'nalishi. Bu nima vazifani bajaradi desanglar, aynan shu ishga kirganda dokumentatsiya bilan shug'ullanish, MyMehnat.uzga kiritish, xullas kalom hamma hujjatlashtirish ishlar. Ikkinchisi rekruting, xodimlarni qidirish, saralash va ishga qabul qilish yo'nalishi hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir kompaniyaga, mana hozirgi kunda tadbirkorlar juda ham ko'p, ularga xodimlar juda ham ko'p kerak bo'ladi. Hech bo'lmaganda sotuvchi, menejer по продажам lavozimida juda ham xodimlar ko'p kerak bo'ladi va hozirgi kunda mehnat bozorida aynan mana shu sotuvchi lavozimi tanqis lavozim bo'lib qolgan. Aynan eng oson lavozim ham shu, lekin eng tanqis yaxshi sotuvchini topish bo'lgan yo'nalish ham shu hisoblanadi. Shunday ekan, xodimlarni qidirib, suhbatlashib, ularni kompaniyaga olib kelib berish bilan shug'ullanuvchi soha, tarmoq rekruting sohasi, rekruting yo'nalishi deyiladi. Keyingisi onboarding. Yangi xodimlarni ishga moslashtirish, adaptatsiya bilan shug'ullanuvchi yo'nalish. Yangi kasb degani, yangi xodim degani bu nima degani? Okey, xodimni rekruter, ya'ni mana shu rekruting yo'nalishi topib olib kelib berdi, ana endi uni adaptatsiyasi bilan shug'ullanish kerak. U shunchaki keldi, ishlab ketdi emas. Uni moslashtirish, adaptatsiya qilish, qanaqa qilib yangi kompaniyaga kiritib, uni effektivni, samarador ishlab ketishigacha olib boruvchi yo'nalish bu onboarding yo'nalishi deyiladi. Keyingisi korporativ madaniyat. Bu judayam hozir har bitta kompaniyaga kerak bo'lgan yo'nalishlardan bittasi hisoblanadi. Korporativ madaniyat yo'nalishi. Kompaniyani qadriyatlarini shakllantirish, sog'lom muhit yaratuvchi bir katta yo'nalish. Sog'lom muhit qanaqa bo'ladi desangiz, fisq fasod, g'iybat, intriga, urush janjal, nizolar kelib chiqishini oldini oluvchi bir sog'lom muhit yaratib beruvchi yo'nalish korporativ madaniyat tuzish bo'yicha yo'nalishdir. Keyingisi HR brending, kompaniyani ish beruvchi sifatidagi obro'si. Qanchalik brend kuchli bo'lsa, aynan xodimlar bo'yicha kuchli bo'lsa, kelayotgan xodimlar ham shunchalik kuchli bo'ladi va sog'lom muhitda ishlab beradi. Misol uchun Korzinka, yana nima, Safiya, Artel kabi juda ham ko'p brendlar bor O'zbekiston bozorida. Xodimlarni ko'p ishga yollash bilan shug'ullanadi va ularni jamoasi ham qanaqadir bir nima deydi, hamma kirishi xohlaydigan jamoa. Xuddi shu bilan parallel marketing HR bor. HR va marketing integratsiyasi bu. Ya'ni HR marketing HR nima bilan shug'ullanadi desangiz, xodimlar ishlayotganda
e, o'sha korporativ madaniyati, onboardingi qanchalik kuchli ekanligi, ichki muhiti qanchalik kuchli ekanligini ochib, ommaviy axborot vositalariga, ijtimoiy tarmoqlarga chiqarib beruvchi yo'nalish marketing HR deyiladi. Misol uchun team buildinglar bo'ldi, kimdir qat'qadir jamoaviy o'yin kulgularga bordi, o'sha narsalarni Telegram kanallarida, Instagram orqali, Facebook orqali yoritib beruvchi yo'nalish marketing HR, ya'ni HR brendingni kuchayishiga yordam beradigan yo'nalishlardan bittasi marketing HR deyiladi. Siz allaqachon o'sha kompaniyani уже ijtimoiy tarmoqlarda bor bo'lsangiz, xodimlarini avvaldan ko'rsangiz, uni muhiti bilan tanishsangiz, siz hech ikkilanmasdan o'sha kompaniyaga kirishga harakat qilasiz. Xo'p, undan keyingisi training and development, xodimlarni o'qitish va rivojlantirish, malakasini oshirish, bir so'z bilan aytganda. Bu yo'nalish bilan juda ham ko'pchilik tanish, kompaniyasi tomonidan o'qitishga olib boriladi, trening qilinadi doimiy ravishda, yengillarni, eskilarni bilimi pasayib ketmasligi uchun, doimiy o'sib borishi uchun. Mana shu yo'nalish ham HR ga kiradi o'rtoqlar. Keyingisi performance, xodimlarni baholash va samaradorlik bo'yicha ishlovchi yo'nalish. Xodimlarni ya'ni otsenka qilish, qanaqa darajada ular ishlashyapti, misol uchun attestatsiyalar o'tkazish, ular o'zi qilayotgan ishlarini yaxshi bilishyaptimi va hokazo va hokazolar. Juda ham katta yo'nalishlardan bittasi. Keyingisi CMB, kompensatsiya va imtiyozlar tizimi. CMB degani bu ingliz tilidan olingan bo'lib, compensation and benefits degan birikma, qisqartma. Kompensatsiya va imtiyozlar, bonuslar tizimi va hokazolar, KPIlarni ishlab chiqish hozirgi kunda juda ham aktiv va global bo'lib ketgan. Shu yo'nalish bilan shug'ullanuvchi tarmoq HRning. Keyingisi HR Analytics, kadrlar ma'lumotlarini tahlil qilish. Bu aynan raqamlashtirish degani. Ya'ni sizda aynan xodimlar bo'yicha kompaniyangizda umumiy hisobotlarni yurituvchi yo'nalish hisoblanadi. Keyingisi Total Rewards, umumiy rag'batlantirish tizimi. Kimga qanaqa rag'batlantirishlar berish kerak, qanaqa ish beruvchining qiymati bor xodimlarga berish bo'yicha, shu bo'yicha ishlaydigan yo'nalish. Keyingisi talent management, eng iqtidorli xodimlarni boshqarish, ularni lavozimlarini oshirish, misol uchun, va hokazolar. 13-si HR avtomatizatsiyasi, jarayonlarni raqamlashtirish. Hozirgi kunda shunaqangi sun'iy intellektlar avtomatizatsiya qilish bo'yicha, misol uchun, Verifix, CRM sistemalari judayam ommalashib ketgan. Saplar bor, misol uchun, har xil ERP sistemasini o'zini ichida HRni avtomatizatsiya qilish usullari bor. Shular bo'yicha shug'ullanuvchi yo'nalish bu o'sha HR avtomatizatsiyasi yo'nalishi. HR Finance, HRni byudjetlashtirish va moliyalashtirish, ya'ni bir yil ichida mana shu hamma qilish kerak bo'lgan yo'nalishlar o'zi nechi pul turadi, bizani byudjetimiz yetadimi yoki yetmaydimi, shu kabi nima deydi, shu kabi muammolarni oldini olish, shuni bir sistemalashtirish, tizimlashtirish bo'yicha shug'ullanuvchi yo'nalish bu HR Finance, ya'ni HR Finance yo'nalishi hisoblanadi. Va oxirgisi HR Events, well-being va hodisalarni boshqaruv, ya'ni team buildinglar, gamifikatsiyalar bilan shug'ullanish bo'yicha hammasi jamlangan yo'nalish bu HR Events. Tadbirlarni, konferensiya va hokazolarni ustida ishlovchi yo'nalish. O'zbekiston bozorida v основном mana shu 15 ta yo'nalish hozir juda ham ommalashgan. Katta kompaniyalarda imkon qadar mana shu 15 ta yo'nalishni hammasi уже allaqachonlar ishlashni boshlashgan. Kichkina kompaniyalarda esa mana shu KDP bo'yicha va v основном rekruting va sekin-sekin onboarding ham rivojlanib boryapti. Ya'ni xodimlarni ishga olish va uni adaptatsiya qilish va keyinchalik boshqa yo'nalishlari ham takomillashib boradi. Korxona qanchalik kengaysa. Xo'p, ana endi HR menejerning turlari, qaysi yo'nalishni tanlashingiz mumkin? Misol uchun, rekruter, xodim topish, tanlash va eng tez boshlash mumkin bo'lgan yo'nalish. Ya'ni mana shu rekruting yo'nalishida ishlovchi kasb egasi rekruter deb nomlanadi. Rekruter xuddiki nima deydi, stomatologiya yo'nalishi bilan ishlovchi kasb egasi stomatolog deb nomlanishi bilan bir xil.
Shuni misol qilib keltirsam, eng osoni. Xo'p, keyingisi HR admin deyiladi. Qonunchilik va hujjatlar bilan ishlovchi. Ishlovchi, ya'ni kadrlar ishi yurituruvchi, ya'ni отдел kadr. Buni hamma biladi, o'sha yod bo'lib ketdi, oltin qoida bo'lib ketdi. HR generalist. HR ning barcha yo'nalishlarini qamrab oladigan universal mutaxassis. Ya'ni bu ham rekrutingni qila oladi, ham HR administratsiyasini qila oladi. Kichikroq bo'lgan korxonalarda, xodimlari ko'p bo'lmagan korxonalarda pulni tejab qolish maqsadida HRGlar, ya'ni HR generalistlar ishlatishadi. Tushunyapsiz, a? Keyingisi HR biznes partnyor. Rahbariyat bilan strategik darajada ishlaydi, biznes maqsadlariga hissa qo'shadi. HR direktor desak ham bo'ladi. TND spetsialisti bu o'sha xodimlarni o'qitish va rivojlantirish dasturlarini boshqaruvchi yo'nalishdagi kasb egasini nomlanishi. CMB spetsialisti boya ko'rdik, compensation and benefits bo'yicha ishlovchi mutaxassisni nomi CMB spetsialisti deyiladi. HR analist yoki HR analitik, HR ma'lumotlarni tahlil qiladigan, qarorlarni raqamlarga asoslab ishlaydigan kasb egasi. Nega hozir bozor aynan HR ga och degan savoliga javob beramiz. Nima uchun hammaga HR kerak? Chunki strategik rejalashtirish, HR endi top menejmentning qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etadi. Chunki u biladi, qaysi xodim qanaqa ishlayapti, kimni hisoblarida qatida xato bor. U rahbariyatga chiqib bemalol asoslab bera oladi. Qaysi bo'limni qisqartirish kerak, qaysi bo'limga ko'proq odam olish kerak, qaysinisini taqdirlash kerak, kim ishdan ketish bo'yicha podozreniyada turibdi va hokazo va hokazolar. Biznesning samaradorligiga hissa qo'shadi shu. Kompaniyalar rivojlanib ketyapti. Hozirgi kunda startaplar, korporatsiyalar soni ortib bormoqda. Har biriga HR kerak, chunki har birida xodimlar bor. Ularni hammasini robotlar boshqarmaydi, balkim xodimlar boshqaradi. Xodimlarni esa umumiy nima deydi, boshqarib turuvchi HR kerak. HR bo'sh ish o'rinlari o'sishi hozirgi kunda 40% ga ko'payib ketmoqda. Raqamli transformatsiya tezligi yuqori, frilansda ishlash imkoniyati mavjud, remote, international ishlash mumkin. Xo'p, ana endi mana daromad diapazonlarini ko'rib chiqamiz. Bu O'zbekistonning 2024-yildagi mehnat bozoriga asoslangan statistika daromadlar diapazoni. Aynan buni man rekruter bo'lib ishlovchi nima deydi, mutaxassislar kesimida ko'rganman. Ya'ni junior lavozimida ishlovchi. Hali endi rekrutingga, endi HR managementga kirganiga 3 oydan 3 oydan 6 oygacha bo'lgan mutaxassislar o'rtacha 5 milliondan 10 milliongacha oylik maoshini olishi mumkin. Va natijasiga qarab ko'tarilib borgan HRlar middle darajasigacha chiqadi. Уже o'rta kategoriyadagi ishlayotganiga 6 oydan 1 yilgacha bo'lgan mutaxassislar, rekruterlar 8 milliondan 12 milliongacha o'rtacha olishi mumkin. 8 million olishi mumkin, 10 million olishi mumkin, 11 million olishi mumkin. O'sha o'rtadagi vilkasini olingan bu yoqda. Undan keyin senior darajadagi mutaxassislar ishlayotganiga 1 yildan 2 yilgacha bo'lgan HRlar o'rtacha 12 milliondan 25 milliongacha daromadga chiqishi mumkin. Va head, ya'ni lead qiladigan, o'sha head of o'sha departament degilar, head of recruitmentda ishlovchilar o'rtacha 25 milliondan 50 million plusgacha olishi mumkin. Ya'ni o'sha HR direktor yoki departament direktori bo'lib ishlovchi mutaxassislar. Yana bir bor eslatib o'taman, bu albatta ko'rsatgan natijalarga qarab. Ya'ni shunaqa rekruterlar bor, 5 yildan beri rekruterlikda ishlayotgan bo'lishi mumkin, lekin haligacha head darajasigacha, boshliq darajasiga chiqa olmagan, haligacha oyligi 10 million atrofida yurgan HRlar ham bo'lishi mumkin. Qachonki HRni ham lavozimi, ham ilmiy darajasi, ham natijasi o'sadi desangiz, albatta bu o'qish bilan
tajribani bir xil parallelni aktivni olib ketadigan bitta balansda ushlab ketadigan HRlar deb javob bergan bo'lardim. Chunki ertayu kech ma'lumotlar bazasi ko'payib ketyapti. Bugungi o'rgangan ma'lumotingiz bir haftadan keyin yana ham yangilanib boryapti, yana ham ishonchli, yana ham samara beradigan instrumentlar ko'payib boryapti. O'shaning uchun o'qish juda ham muhim hozirgi kunda. Har doim o'zingizni ustingizda ishlashingiz, har doim bir qotib qolmasligingiz, eski ma'lumotlar bilan cheklanib qolmasligingiz muhim. O'shandagina sizda o'sish tez bo'ladi va shuningdek har doim o'qish bilan band bo'lish emas, tajriba orqali o'qigan narsalaringizni amalda qo'llashingiz kerak. Shundagina judayam tez x2 darajagacha bu kasbda o'sish va shu bilan birgalikda x2 darajagacha daromad qilish mumkin bo'lib qoldi. Keyingisi konsultant, ya'ni HR konsultantlar frilansda ishlash mumkin, o'sha onlaynda o'tirib proyektlar olish mumkin, onlayn uyda o'tirib bemalol xodim yollash bo'yicha ishlash imkoniyatlari bor. O'rtacha 5 milliondan 35 milliongacha daromad qilish mumkin. Bu loyihaga qarab. Loyihangizni kattaligi, umumiy nima deydi, davomiyligiga qarab va international remote, ya'ni sizda rus tili yoki ingliz tili yoki boshqa tilni bilsangiz, HR bo'lib turib, aynan bu zamonaviy kasb-ku. Shu yerda turib siz boshqa davlatlarda ham HR bo'lib ishlashingiz mumkin bemalol. Amerikada, MTX davlatlarida, SNG davlat вообще o'sha nima deydi? Yevropada yoki farqi yo'q, $8 dan $4000 oylik olishingiz mumkin oyga. Bozorda qaysi yo'nalish ko'proq pul ishlab topyapti hozirgi kunda desangiz, aynan tez natija beradigan yo'nalishlardan biri bu rekruting. Tez pulga aylanish mumkin. Ya'ni siz shuni o'rgandingiz va uni natijaga amaliyotda qo'lladingiz. Bu eng tez natija beradigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. O'shaning uchun daromadi ham tez rekrutingda. Ya'ni xodim yollash bo'yicha yo'nalish bu. Keyingisi employer branding. O'sha PR, marketing, HR branding bo'yicha ishlaydigan katta qiymat beradigan yo'nalishlardan bittasi. Bular ham ko'p daromadga chiqishadi. Keyingisi L&D yoki TND, training and development yoki learning and development, kurs, training, konsultatsiyalar o'tadigan HRlar. Bularni ham o'sha scalable daromadi. Ozgina kompyuterda qotish bo'lyapti. Menimcha sizlarga ham ozgina qotyapti shekilli. Xo'p, daqiqa. Menimcha endi qotmadi shekilli. Keyingisi HR analitik. Ya'ni ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni, albatta hozir raqamlashtirish juda ham kuchli. Shu sababli HR analitika ham juda ham rivojlangan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Qanday boshlash kerak? Albatta bitta yo'nalish tanlaysiz. Rekrutingdan boshlayman yoki o'sha kadroviy delo производствоdan boshlayman deysiz. Bitta yo'nalish, o'sha ko'rsatgan 15 ta yo'nalishdan bittasini tanlaysiz va undan keyin CV tayyorlaysiz. Shu bo'yicha ingliz tilingiz bo'lsa, bu juda ham ustuvorlik beradi. Networkinglar orqali doimiy o'qish va soft skillslarni rivojlantirish. Aynan HR uchun soft skills juda ham muhim bo'lgan ko'nikmalardan biri. Kommunikatsiya, empatiya, muloqot HRning eng asosiy core skillslari hisoblanadi. Undan keyin amaliyot va tajriba, albatta CVlaringizdan keyin sizni o'sha kompaniyalar nima deydi, ishga yollashi va o'sha sizni ishga olish darajasi juda ham keskin oshib ketadi. Shu sababli CV tayyorlab, aynan qaysi yo'nalishga kirmoqchi bo'lsangiz, maxsus o'sha platformalarga berishingiz yoki o'sha LinkedInda yoki networking orqali qiziqish bildirib, HR kasbini noldan boshlashingiz mumkin. Yana ham qiziqroq ma'lumotlar bilish uchun kanalimga obuna bo'ling, meni kuzatib boring, tekin darslardan bahramand bo'ling. Bundan ham ko'proq har bitta HRni tarmoqlarini alohida siz bilan nima deydi, yoritib borish uchun, ma'lumotlar berishim uchun stay tuned guys. Har doim aloqada bo'ling va izohlarda o'zingizni qiziqtirgan har qanaqangi savollaringizni berishingiz mumkin. Har doim men savollarga ochiqman. Birgalikda ko'rib chiqamiz va birgalikda diskussiya qilamiz.
Hammaga rahmat, charchamanglar.